Yo do'stlar, sizlar bilan Epic Shadow. Bugun sizlarga men o'zimni mana dunyoyimda ko'rsataman. Mana bu o'zimni uyimda ichidagi bunkeri. Bu haqida video ham bor kanalimda. Do'stlar, mana bu yerga bir bo'lsa dom quraman. Bu yer shu elektr uy. Bu nurtda uyi, ya'ni kambag'al uyi. Hali bitgani yo'q. Boy va kambag'al videosi ham chiqadi. U video chiqish uchun kamida 10 ta like yig'ib beringlar. Mana bu sandiqda narsalar bor. Bu uy artefakt uyga o'xshagan, lekin men artefaktdan ko'rganim yo'q. Mana tepalarga chiqamiz. Mana o'zim qishloqlar qo'yib chiqqanman qishloqqa. Bu polizim. Keyin do'stlar, men bu yerdan bitta uy qurganman. Ko'rishlaringiz mumkin, mana chiroyli uy. Mana ichi zo'r. Mana sandiqda kerakli narsalar. Bu oshxona. 1 dan 10 gacha baho berib qo'yasizlar dunyoyimga. Bu televizor. Unda tepaga chiqamiz. Bu yerda mana bu yerda kompyuterxona. Mana bu yerda esa narsa, kravat. Yo'q. Mana qishloqqa ham kiryapti o'zi. Keyin do'stlar, bu yer kichik qamoqxona. Bu yerga shu mashq qishlog'imizda o'g'irlik qilganlarni solib qo'yaman. Do'stlar, keyin bitta narsa sizlarga, mana difficulty degan narsani eng oxirga tushirib qo'ysalaring, moblar yo'q bo'ladi, chunki easy da bo'ladi. Mana bu boydi uyi, ichiga mer qo'yib qo'yganman videolar uchun. Mana pastida akvarium bor, bu yerda meduza bor. 8 oyoq meduzami. Mana sandig'ida hech narsa yo'q, lekin 10 ta like yig'sa chiqaramiz bitta bola bilan, o'rtog'im bilan. Mana uylar. Keyin do'stlar, qishlog'imda mana bunday qilib o'rab chiqqanman. Hech qanaqa mob kira olmaydi. 1 dan 10 gacha baho berib qo'yinglar kommentariyada. Davay.